Okalar, endi ayron, go'ja, o'rik sharbatlarini ichish uchun qayerdirlarga borish shart emas. O'zimizda okalar nomerdan ayron ochishibdi. Bu yerga kelib tatib ko'rdik. Haqiqatan ham mazasi vashi wow. To'g'risini tan olinglar, okalar. Tabiiylikda gap katta. Har xil energetiklar ichib yuribmiz-ayu. Shu narsalardan uzoqlashgan holatda tabiiylikni tanlasak va boshqacha. O'zimizda ham ustki kuru bo'ladimi, katta kuru bo'ladimi, hamma sharoitligi mavjud. Kelib maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Inshaalloh bu yerda chiroyli qurtligi ham bor. Qurtlikdan har qanaqasi bor. Dumolosi, yapolosi, uzunchosi har qanaqasi bor. Go'jani gapirmasa ham bo'ladi. O'rik sharbati bashi gapirmasa ham bo'ladi. Молочный narsadan agar zerksanglar, qo'shimchasiga o'rik sharbat ketadi-yu. Eng asosiysi o'zbek xalqimning gapi bor. O'rik sharbat, yurak quvvat. Mana shu videoni maksimal tarzda Beltepada, Ibn Sinoda, Jararoda, yangi toshmaydi. Toshkentni lubbo joyga tarqatinglar, Xudo xohlasa chiroyli qilib xizmat qilib berishadi. Manzil Ibn Sino kartinkadan kelaverishda yo'lingizda o'ng tomonda keladi. Ipeychilik bilan kelishingizda yo'l yuzida chap tomonda keladi. Bemalol xizmatlar bo'lsa murojaat qilasizlar. Dastavka xizmatlari ham bor. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.